Alisher Navoiy umrlarining so'nggi pallasida yosh Boburga o'z qo'llari bilan xat yozganlarini bilasizmi? Eng qizig'i, Bobur bu xatga javobni alohida qog'ozga emas, hurmat yuzasidan aynan Navoiy maktubining orqa tomoniga bitgan edi. Bu shunchaki xat emasdi. Bobur yoshligidanoq o'z mashqlarini Hirotga, she'riyat sultoniga yuborib turgan. Navoiy esa uning iste'dodini payqab, ko'proq yozing deya daldali javoblar yo'llagan. Bu adabiy vorislikning ramziy topshirilishi edi. Lekin Bobur Navoiyni faqat ko'klarga ko'taribgina qolmay, uni real inson sifatida ham ko'rgan. U Boburnomada ustozini tengsiz inson deb atasa-da, uning noziktab va biroz qiziqqon xarakterini ham samimiy yozib qoldirgan. Bu ikki buyuk shaxs bir-birini juda yaxshi tushungan. 1500-yilda Bobur Samarqandni olganda Navoiydan qutlov xati keladi. Bobur ustoz bilan bitta qog'ozda birlashish niyatida javobni o'sha xatning orqasiga yozadi va unga o'zining eng mashhur, dardli satrlarini ilova qiladi. Jonimdan o'zga yori vafodor topmadim. Ko'nglimdan o'zga mahrami asror topmadim. Afsuski, xat manzilga yetmasdan Navoiy vafot etadi. Ular hayotda ko'rishishmadi, lekin tarixda abadiy birga qolishdi.